Bu holat bepushtlik muammosi bor bo'lgan juftliklarning 3tasidan bittasida aniq uchraydi. Bu holat tez bo'shanish bo'lib, uning 4 ta sababi bor. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, 4-sababi sizni hayratda qoldiradi. Birinchi sababi erkaklardagi haddan tashqari hayajonlanish hamda qo'rquv hisoblanadi. Ko'pchilik erkaklar jinsiy aloqadan oldin hayajonlanishadi va o'zini juftini qoniqtira olmayman degan fikr bo'ladi va bu esa ularning tez bo'shanishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, serotonin aktivligining pasayishi hisoblanadi. Serotonin bu neyromediator bo'lib, odatda urug'ni chiqmasligiga mas'ul hisoblanadi, ya'ni jinsiy aloqa vaqtida urug'ni saqlab turadi. Agarda serotonin miqdori organizmda pasayadigan bo'lsa yoki uning aktivligi pasayadigan bo'lsa, urug'ni vaqtdan oldin chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Tez bo'shanishning 3-sababi bu terining haddan tashqari sezuvchan bo'lishi yoki bo'lmasa prostata bezining turli xil yallig'lanish holati hisoblanadi. Ushbu ikki holatda ham sezuvchanlik haddan tashqari oshib ketadi va tez bo'shanish jarayoni yuzaga keladi. Va nihoyat 4-si uzoq muddat davomida shakllangan tez jinsiy refleks hisoblanadi. Odatda uzoq yillar davomida, ya'ni yoshlik davridan boshlab porno ko'radiganlarda kelib chiqadigan holat hisoblanadi. Ular tezroq bo'shanishga harakat qilishadi va bu jarayon bir necha marta takrorlanganligi natijasida refleks rivojlanadi organizmda va oddiy jinsiy aloqa qilinganda ham tez bo'shanib qolishadi.